Yoshligimdan o'zim bilardim, masalan, katta bo'lsam baribir shu kompyuter sohasidan ketaman deb. Kurs boshlagan paytingizda maqsadingiz nima edi? Men bilan o'qiyotganlarni ko'rib, o'sha maqsad katta qo'yish kerakligini tushundimda. Yoshligimga men o'ylaganman, yo'l faqatgina o'qishga kirish bilan, ya'ni o'qishga kiraman yoki shu bilan qolib ketaman deb o'ylaganman. Hozir bironta pul berib shu loyihani qilib ber desam, qilib bera olmayman. Chunki o'sha video chiqqandan keyin o'sha uydagilar uni katta qarindoshlar gruppasiga tarqatyarganlar. Butun gap bo'lib ketgan. Shu vaqtgacha biror narsaga erishganingni bir aytib bera olasan desam, baribir o'quvchilarimga aytaman. AI ketasizlarmi, backend, frontend ketasizlarmi? Sizlarga eshitmagan CSS dan boshlasanlar, bir 2 oy o'rgansanlar, o'zlaring qaror qilib chiqaraverasizlar. Assalomu alaykum azizlar. Bilamizki, atrofimizda tirishqoq, mehnatkash va iqtidorli yoshlar juda ham ko'p. Ilmli IT ta'lim markazida ham bunday o'quvchilar ko'plab topiladi. Biz yangi loyihaga qo'l urdik. Ya'ni xuddi shunday o'quvchilardan suhbat qilib turib, ularning ta'lim olish yo'llari, iqtidori va tirishqoqligining sabablarini ko'rib, birgalikda o'rganib chiqamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana ilmlarning sobiq o'quvchisi, ya'ni barcha kurslarimizni tugatgan Urashuv Mahmud bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum Mahmud aka. Assalom. Bugun mana siz bilan suhbat olib boramiz, yana podkast. Xo'sh, avvalo o'zingiz haqida qisqacha gapirib bersangiz. Men ismim Mahmud. Men shu o'quv markaziga 2 yil davomida o'qiganman. O'qish paytimga va o'qigandan keyin men shu yerga kelib ishlashni davom ettirganman. Orada elita maktabiga ham ishladim va hozirda yana shu yerda qaytganman. Yaxshi. Xo'sh, endi asosiy savollarga o'tgan bo'lsak, IT sohasiga kirib kelishingizga nima turtki bo'lgan? Avvalo boshlanishda. O'z to'g'risini aytsam, biror bir turtkini ayta olmayman, chunki yosh bolaligimdan bir kompyuter bilan birga o'sganman. Yoshligimdan o'zim bilardim, masalan, katta bo'lsam baribir shu kompyuter sohasidan ketaman deb. ITni nimaga tanlaganman desam, chunki kompyuterga sohasi ko'p. Men dasturchilik tanlaganimni chunki o'sha yoshligimdan bir nimalarni qurish, ya'ni o'zim ustiga turishim bo'lgan narsalar, sohalar menga qiziq bo'lgan. Dasturchilikka bilsangiz agar o'zingiz xohlagan narsani qura olasiz. Xohlasangiz bitta sayt, programma nima qilish kerak bo'lsa hammasini qila olasiz. Menga shu joyi yoqqan. Masalan, aytaylik, siz buxgalterlik, boshqa narsalar bilayotgan bo'lsangiz, prosta aytilgan ishni qilasiz. Dasturchilik bo'lsa, o'z xohlagan ishingizni qila olasiz. Menga shu narsa ko'p yoqqan. Xo'p, endi keyingi savolimiz, ilmlarga qo'shilish qarorini qanday qabul qilgansiz? Endi ochig'i to'g'risini aytayotgan bo'lsam, ilmlarga kelish tavakkal bo'lgan menga. O'zi men ilmlarga kelganimga o'zi yangi o'quv markazi edi, ochilgan hali 1 oy ham bo'lmagan edi. O'zim 9-sinfdan hamma o'sha ITlarni tashlagandim, chunki o'sha aytdimki, yoshligimdan masalan kompyuter bilan birga yurganman dedim. O'sha 9-sinfdan keyin qaradim, o'qishga kirish kerak. Endi chunki men o'ylaganman 9-sinfimga o'qishga kirmasam bo'lmaydi. Umuman hech qanaqa menga yo'l yo'q boshqa deb o'ylaganman. Hamma kompyuter narsalarni tashlaganman. Faqat shu ingliz tili, matematika o'qiganman. Keyin baxtimga bir ingliz tilini juda bitta olib qo'yganman. Shu tavakkal 4 oy o'qib, tavakkal topshirarsam, ingliz tilini bitta chiqib qolgan. Keyin o'zim matematikani yaxshi bilardim. Matematika umuman qiynalmaydim. Shu bilan juda bekor bo'lib qolganman 10-11-sinf paytlarimga. Keyin o'zim o'ylab ko'rganman, agar o'qishga kirayotgan bo'lsam ham, baribir ITga o'qiyman. Hozirdan bir o'qishni boshlab qo'ysam, e'tibor qiynalmayman universitetga ham. O'zim kurslarimdan o'tib ketib, men o'zimga sal duxim balandroq bo'ladi deb o'ylaganman. Qaraganman, ko'rish boshlab Urgutga bormi yo Samarqandga borib o'qishim kerakmi deganman. O'zimni katta baribir Samarqandga borib o'qisam kerak, Urgutga baribir sharoit bo'lmasa ham kerak deb o'ylaganman. Keyin qarasam, ilmlar markazi ochilgan. Telegramdan ko'rib qolganman birinchi marta. Qaysi bir kanalga reklama tushib qolgan. Qarasam, qanaqa ekan deb kirib qolganman. Ko'rganman, yaxshi yuritilgan. Instagramga kirib ko'rganman, bir yaxshi yuritilgan, ular sharoitlari ham bir yaxshi ko'rganman. Qaraganman, tavakkal deganman, bitta borib ko'ray, agar bo'lmasa sharga o'qiyman deganman. Kelganman, Usmon akada o'qidim, men Usmon akaning guruhlariga. O'sha 1 oydan keyin juda yaqin bo'lib ketgan Usmon aka o'zlari bilan, baribir shu ilmlarga qolishimga, o'qishimga shu Usmon aka, ya'ni Usmon aka degan ustozim, o'zim shu yerda dars bergan, hozir ham dars beradi. Shu katta turtki bo'lgan shu yerga qolishimga. Xo'sh, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, kurs boshlagan paytingizda maqsadingiz nima edi? Endi ya'ni kim dasturlash kursini endi boshlagan vaqtlaringiz hamma oldiga ya'ni qanaqadir maqsad qo'yadi, ya'ni kelajakda bir ma'lum bir dasturchi bo'lish yoki qanaqadir maqsad qo'yishadi. O'shanda sizning maqsadingiz qanaqa edi?
endi boya aytganda, to'g'risini aytsam, men bu yerga kelib bir katta dasturchi bo'lib ketish niyatim yo'q edi. Shunchaki o'sha boshlang'ich bilimni olib ketmoqchi edim Urgutdan, ya'ni u yoqqa universitetga borib keyin davom ettiraman demoqchi edim. Lekin bu yerga kelib mana Usmon akani ko'rdim. Keyin boshqa men bilan o'qiyotganlarni ko'rib, uje maqsad katta qo'yish kerakligini tushundimda. Keyin uje 2 oy bo'lganda bu yerga kelganimdan o'zim saytlar quraveraman. Ya'ni aytdim-ku, men o'zim sayt qurmoqchi edim degan maqsadlar qo'ygan edim yoshligimga. 2 oy qo'yaman, 2 oydan o'zim xohlagan bir chiroyli saytlar quraman. O'zim yasagan saytlar o'zimga yoqibdi. Qaraman, men kattaroq maqsad qo'yishim kerak. O'sha men bu yerga masalan universitetga 4 yil o'qiyotgan bo'lsam, 2 oyga shuncha qilgan bo'lsam, 4 yilga juda katta ish qilishim mumkin deb o'zim boshlang'ich, ya'ni birinchi qo'ygan maqsadim full stack dasturchi bo'lmoqchi bo'lganman. Ya'ni hech kimga olmasdan o'zim bitta saytlarni qurib, o'zim xohlagan hech qanaqa moliyaviy pul olib kelmasa ham, hech qanaqa bo'lmasa ham o'zim xohlayotgan bir chiroyli, yaxshi saytlar qurish bo'lgan. Hozir endi adashmasam 1,5 yil o'tdi, mana o'sha anonga hozir erishdim. Full stack dasturchilikka. Xo'sh, keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, o'qish davomida o'zingizda qanday o'zgarishlar sezdingiz? Nafaqat IT bo'yicha yoki umumiy odamning o'ziga jihati, har xil kelajak uchun qarash, kelajak uchun intilish, shu kabi narsalarda o'zingizda qanday o'zgarish sezdingiz? Boya aytganimdek, endi maqsad kattaroq qo'yish kerak dedim-ku. Shundan qarab, men bildimki, o'sha yoshligimga men o'ylaganman, yo'l faqatgina o'qishga kirish bilan, ya'ni o'qishga kiraman yoki shu bilan qolib ketaman deb o'ylaganman. Lekin bu yerda o'qidim, 6 oy o'qigan bo'lsam, men bilganki, men yo'l juda ko'p, faqatgina o'z oldiga maqsad qo'yib borayish kerak deb o'ylaganman. Shundan men katta dars bo'lgan, mana shu narsa. Bitta o'zingga maqsad qo'ydingmi yoki bitta yo'ldan ketdingmi, o'shani yaxshi anons bo'lish kerak, ya'ni yaxshi mutaxassis bo'lish kerak degan o'zimga anol olganman. Agar hayotiy bilim bo'layotgan bo'lsa, masalan, Usmon aka, ya'ni o'zim ustozim, menga baribir katta hayotiy bilimdan ham, mana shu dasturchilikdan katta bilim berganlar. Eng katta olgan Usmon akadan ham baribir qanchalik masalan qiyin bo'lsa ham, qancha yiqilsa ham odam davom etsa, o'sha narsaga erishadi. Chunki men o'zi birinchi boshlaganimga men hech qachon o'ylamaganman 1,5 yilga full stack bo'laman deb. Endi men Usmon akaga aytib yuraman, ko'p hazillashardik Usmon aka bilan. Shu 1-2 yilga ehdan bitta sayt qurishni o'rgansam bo'ldi desam, yo'q, buni qilma. Maqsad katta qo'ying. O'rganasiz. Mana hozir 1,5 yilga o'zim xohlasam full stack, ya'ni xohlasam sayt, programma qilib, shu qo'ygan maqsadimga erishdim Usmon aka bilan orqasidan. Yaxshi. Xo'sh, keyingi savollarga o'tadigan bo'lsak, endi shu paytgacha qilgan loyihalaringizdan qaysi loyiha yoki natija siz uchun alohida ahamiyatga ega? Endi bir o'ylab qarayotgan bo'lsam, mana eng birinchi loyiham esingga olsa, eko video oluvdik, auksionga, imtihonga. Birinchi videomizda ekanimizda. O'sha menga ko'p katta yordam berdi o'xsha. Chunki o'sha video chiqqandan keyin o'sha uydagilar uni katta qarindoshlar gruppasiga tarqatarganlar. Butun gap bo'lib ketgan, shu IT o'qiyotgan ekan, aytishni bo'libdi Mahmud deb. Shuning orqasidan menga ham katta motivatsiya bo'lganda, mana ko'plarga IT o'qiyapsan, mana deb zo'r soha gazni bos deganga, men ham zo'r joyga o'qiyotgan ekanman deb ko'proq motivatsiya bo'lgan. Shuning orqasidan mana hozir Ilmlar o'quv markazining o'ziga 4 ta qarindoshim ITga o'qiyapti. Ya'ni o'sha qarindoshimlar ota-onasi kelib, mana senga o'xshagan aytishni bo'lsin, mana shu deb kelgan. U birinchi bo'lgan, baribir birinchi loyiham bo'lgan. O'sha kelganimga 2 oy bo'lgan qilgan bu loyihani. Baribir unga xatolar ko'p bo'lgan, baribir endi baribir birinchi qilgan-ku. Agar eng zo'ri deyotgan bo'lsak, masalan, qilgan loyihalarim eng zo'ri deyotgan bo'lsak, baribir EMCON loyihasi men uchun eng zo'ri. O'sha hackathonga qilgan loyihamiz. Chunki hozir bironta pul berib shu loyihani qilib ber desam, men qilib bera olmayman. Chunki yoqqa bosim, yoqqa atmosfera juda katta bo'lgan. O'sha men borimni berib qilganda, mana yoqqa tushunasizmi? Chunki hamma joydan kelgan Respublika milliy hackathoni, 5 kishilik borganman, bir o'zim edim. Baribir 5 kishilik bilan aniq qilishim kerak deb borim berib qilganman.
Menga yo'q o'zimning loyiham, mana hozirgacha mana eng yaxshi loyiham deb hisoblayman. Shu Samarqand viloyat hokimligi tomonidan ham, Urgut viloyat hokimligi ham chaqirib shu nima yordam bo'lsa qilamiz, yaxshi deb shu ko'p aytishgan shu hakatondan keyin ham. Shunga endi menimcha eng yaxshisi bo'lsa kerak emk.uz. O'zi umumiy oladigan bo'lsak, yana qanaqa loyihalar qilgansiz? Qancha loyihalar qilgansiz? Endi to'g'risini aytayotgan bo'lsam, men katta e'tiborimni baribir ilmlarga qaratganman, ya'ni o'sha dars berishga. Dars berishga asosan. Loyiha qilishni men hobbi sifatida ko'raman, ya'ni o'zimga aytaylik. Ya'ni bo'sh vaqtlaringizda. Bo'sh vaqtimga qilayotgan. Masalan, o'tgan oy qilganim bitta o'zbek filmlari uchun sayt qildim, ya'ni chet elga masalan biror bir odam film ko'rsa, IMDb, Letterboxd degan saytlar bor. Masalan, kiradi, hamma filmlar turadi. Kiradi, masalan, xohlagan filmni qaraydi. Masalan, rejissori kim, qaysi aktyorlar o'ynagan, janri qanaqa, bali qanaqa deb ko'radi, o'ziga xohlagan bitta kinoni tanlaydi, o'shani ko'radi. Ya'ni xohlagan kinoni ko'rsa bo'ladi, nima haqdaligini tushunsa bo'ladi. O'zbekistonda bunaqa yo'q. Loyiha yo'q. Loyiha yo'q. Men shunaqa film degan bitta loyiha qildim o'tgan oy. O'shisi kirib, mana bu kino nima haqida, qanaqa janri, kim rejissor qilgan, qayerdan ko'rsa bo'ladi deb shunaqa loyiha qilganman. O'zim ko'p kino ko'rganim uchun shunaqa loyiha bo'lgan. U hobbi ko'pchilik. Men hech qanaqa pul uchun ham qilmaganman, hech qanaqa bosim uchun ham qilmaganman. Prosta hobbi. Katta e'tiborim baribir ilmlarga dars berishga qarataman. Yaxshi. Xo'sh, keyingi savolimiz, ya'ni o'zingizni rivojlantirishda eng katta omil nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Ya'ni kim shu darajaga yetib kelgancha sizni qaysi jihatingiz sizga eng katta yordam bergan? Endi to'g'ri narsa, men o'zimni qanaqadir kuchli yoki o'qimishli odam deb hisoblamayman. Ya'ni shu vaqtgacha yetib kelganimni, masalan, dasturlashni yaxshi tugatganimning eng katta sababi shu dasturlash yaxshi ko'rganimdan deb hisoblayman. Chunki o'zim masalan boshqa anolarda o'qib yurgan paytda, masalan, o'qishga kiraman deb tarix bilan ona tilini o'qiganman. Men tarix bilan ona tiliga qiziqmaganman. Kuniga 1 soat o'qisam, masalan, juda zerikib, masalan, men o'qishni xohlamay ketganman. Lekin IT ga qiziqqanim uchun kuniga 4 soat, 5 soatlar vaqt ketkazsam, qanaqadir menga og'irchilik bo'lmagan. Shuning uchun o'zimga qiziqqan sohamga o'qiganim, o'zim qiziqqan sohamga ketganim uchun shuncha joyga yetib kelganman deb o'ylayman. Hozir shuning uchun ham ko'p yoshlarda shunaqa muammo bo'lyapti, ya'ni qiziqmagan sohasiga ota-onasidan majburlash tomonidan har xil sohaga kiradi. Misol uchun ko'pchilik yoshlar ingliz tilini o'qishga harakat qiladi, IT ni o'qishga harakat qiladi. Qiziqmaganligi sababli to'g'ri, ko'pchiligi sohani oxirigacha mutaxassis bo'lib yeta olmaydi, yarim yo'lda tashlab ketishadi. To'g'ri, sizning gapingiz ham. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, o'zingiz erishgan qaysi natijalardan eng ko'p faxrlangansiz? Ya'ni biror bir natijaga erishgansiz va o'z uchun juda katta o'z o'rniga ega natijangiz haqida gapirasiz. Endi to'g'ri narsam, hozir masalan uncha katta natijalarga erishdim deb ayta olmayman. Baribir oldimga yo'lim katta. IT sohasiga kirib kelganimga uncha katta ko'p bo'lgani yo'q. 2 yil bo'lgan bo'lsa ham, baribir o'qish tugatganimga hali yarim yil vaqt bo'lgan. O'zim ayta olmayman uncha katta natijaga erishdim deb, lekin masalan shu vaqtgacha biror narsaga erishganingni bir aytib bera olasan desam, baribir o'quvchilarimni aytaman. Ya'ni shu vaqtgacha masalan ko'plari yaxshi aytishlik bo'lyapti, masalan ko'plari haligacha yaxshi o'qiyapti. Mana shu aytdim-ku boya ilmlarga ko'p e'tiborimni qaratganman. Shu baribir o'qituvchini eng katta yutug'i o'quvchisi, baribir shu o'quvchilar mana shu eng katta yutug'i. Endi sizning kelajagingiz haqida gapirsak, ya'ni kelajak uchun qanday maqsadlar qo'ygansiz? Keladigan misol 5 yil, keyingi 10 yil qanaqa maqsadlar qo'ygansiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Endi birinchidan baribir hammasini Xudo biladi. Lekin to'g'risini aytsam, men kelajakka bu ilmlar loyihasiga ishonaman. Men kelajak ilmlar bilan davom ettiraman. Nasib bo'lsa oddiy o'qituvchi emas, bundan keyin shu ilmlarning bir qismi, bir asoslaridan biri bo'lib davom ettirish niyatim bor, baribir. Masalan, hozir ham ilmlarning asoslarini quramiz birgalikda, masalan, yangi kirayotgan o'quvchilar uchun o'quv darsliklar, saytlar qilib, men shunaqa qilib, keyingi yil 5 yillikka hamma bor e'tiborimni ilmlarga qaratmoqchiman. Va o'zimga ham, masalan, buni ilmlarga qaratdim deganim,
dasturchilikdan chiqib ketdim degan emas, o'zim ham dasturchilikdan yangi qirralarimni oshib boraveraman. Hobbi sifatida bo'lsa ham yangi biror bir dasturlar qilib ketaveraman. Masalan, hozir full stack bo'lgan bo'lsam, keyin masalan telefonlar uchun dasturchi bo'lishi mumkin. AI dasturchilik chiqyapti hozir, ya'ni vibe coding emas, machine learninglar. Shu narsalarni men o'rganish niyatim bor. Ya'ni o'rganib, balki ilmlarga olib kelarman. Shunaqa qilib o'zimni ustidan ishlash niyatlarim bor. Shu 5 yillikdagi katta niyatim baribir shu ilmlarda bir katta a'zosi bo'lish. Shu AI deganingiz esimga tushib ketdi. Shu AI haqida o'zingizning fikringiz qanday? Misol o'qituvchilik ham qilasiz. O'quvchilar uchun va o'qituvchilar uchun, umumiy dasturchilar uchun AI ning hozir qanaqa foydalari bor o'zi? Foydali, qanaqa zarar tomonlari bor? AI ning foydasi juda katta. Ya'ni bundan keyin bundan ham katta bo'lib ketaveradi. Baribir AI ni o'rganish kerak. Meni ham bu qilayotgan loyihalarimga AI juda katta yordam beryapti. Vaqt natijasida, lekin degan gap bor. Men ishonmayman, biron bir bola ko'chadan kelib, ya'ni hech qanaqa IT ni o'rganmasdan AI vibe coder bor, biror bir natijaga erishishga. Men ham shu vaqtgacha masalan aytaylik, oxirgi Uzfilm loyihamga bir 50% ni, ya'ni front-end qismini AI bilan yozganman desam, men ishonmayman agar front-end bilmasam o'shani yozib olishimga. O'sha qiladigan AI qilayotgan ishini yuzga-yuz tushunmasa, o'sha qildirib berayotgan odami hech qachon o'sha qilayotgan loyihasi yaxshi bo'lmaydi. AI qilish kerak, AI o'rganish kerak, bu davr muammosi, lekin dasturchilikni to'liq o'rgangandan keyin qilish kerak. Yaxshi. Xo'sh, endi fikrlarga, ya'ni yoshlar uchun takliflar, fikrlarga o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda IT o'rganayotgan yoshlarga qanday maslahat berardingiz? Misol, ko'pchilik hozir yoshlar endi IT ga qiziqyapti. Misol, o'zingiz ham aytganingizdek, juda ko'p yoshlar o'zimizning Urgutda ham, juda ko'p butun O'zbekiston bo'ylab IT ga qiziqish talab juda ham ortmoqda. Chunki ko'rishimiz mumkin, Yevropada, boshqa davlatlarda IT ga bo'lgan talab, rivojlanish juda ham baland desak bo'ladi. Har xil sun'iy intellektlar, kundan kunga har xil sun'iy intellektlar, yangi sun'iy intellektlar chiqqanda bizning O'zbekiston bolalari ham IT ga qiziqishmoqda. Endi ularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Endi birinchi navbatga IT ni o'qiyman deb hali o'qimasdan yurganlarga aytayotgan bo'lsam, sizlarga eng katta maslahatim prosta boshlang. Men ham prosta boshlaganman, bilmagan front-end nima, back-end nimaligini. Prosta HTML CSS dan boshlanglar. Qanaqa yo'ldan ketasizlar? AI ketasizlarmi, back-end, front-end ketasizlarmi? Sizlarga HTML CSS dan boshlasalar, bir 2 oy o'rgansanglar, o'zlaring qaror qilib chiqaraverasizlar. Hozir yuraversanglar, nima o'rgansam, qaysi sohadan ketsam desanglar, vaqtlaring o'tib ketaveradi. Prosta boshlash kerak. Masalan, bugun bo'lmasa ertaga, bo'lmasa indinga o'zi davom etib ketaveradi. Hozir o'qiyotganlarga, yaxshi o'qiyotganlarga, ularga juda katta bo'ladi. O'qishga AI ni ajratib qo'yinglar. O'qishga AI ni ajratib qo'yish kerak. Chunki biror narsani o'rganyapsizlarmi? Bu narsani AI qilib bera olishi mumkin. Lekin o'sha narsani o'zlaring qila olmasanglar-yu, AI qilib berayotgan bo'lsa, o'sha loyihani hech qachon sizlar o'zlaring qilib bera olmasizlar mustaqil. Bitta loyiha o'rganish davrida AI dan foydalanmaslik kerak. Ya'ni bitta loyihaga mana hozirgi 2026 ni aytayotgan bo'lsak, umumiy loyiha tugatish bo'yicha AI qilib bera olmayotgan, eng zo'r AI qilib bera olmayotgan narsalar juda ko'p. O'sha AI qilib berayotgan joyga ham ustiga turmasa hech qachon qilib bo'lmaydi. Boyanki ani fikrim, AI o'rganish kerak, lekin baribir o'zi kuchli bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni o'rganish davomida AI dan foydalanmay, o'zi kod yozib, o'zi harakat qilib o'rganish kerak, lekin kelajakda AI bilan ishlashni ham o'rganish kerak. Chunki bu zamon talabi, to'g'ri. Ya'ni kelajakda ishni tezlashtirish uchun, ishlash osonlashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalangan ham ma'qul. Xo'sh, keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, sizningcha biror sohada muvaffaqiyatga erishish uchun eng muhim omil, ya'ni narsa nima? Endi men o'zimdan kelib chiqayotgan bo'lsam, bilmadim, masalan, boshqalar nomini ayta olmayman. O'zimdan kelib chiqayotgan bo'lsam, bu aytganimdek, prosta qiziqqan sohalarni tanlanglar, o'shanga keyin o'sha bilan ketinglar bir boshidan. Masalan, bitta sohani tanlab, u kam pul topar ekan, boshqa qilar ekanda boshqa sohaga o'tib ketadi. Yoki pul uchun biror bir sohani tanlab, u masalan biror bir qiyinchilik bo'lgandan keyin boshqa sohaga o'tib ketish eng katta vaqt yo'qotishdir. Masalan, biror bir narsani yarim yil o'qib, keyin boshqa sohaga o'tayotgan bo'lsang, bu degani sen 1 yil vaqtini o'tkazing degani. Chunki ikkinchi narsani o'rganmoqchi, boshda o'rgangan bo'lsang, o'shani sen yarim yil oldinroq qilib bo'lgan bo'larding. Agar biror bir qiziqmagan sohani tanlayotgan bo'lsa, hamma sohaga o'zining qiyinchiligi bo'ladi, hammasiga. O'sha qiyinchilik kelgan paytga
o'sha eng zerikarli, eng qiyin kelayotgan paytlarga pul orqali tanlagan sohangizda baribir olib ketish juda qiyin. O'z qiziqmasangiz. Ya'ni qiziqqan sohasini oxirigacha olib borish kerak, to'g'rimi? Shunday. Yarim yo'lda tashlab ketib boshqa sohaga ketmasdan, ya'ni O'zi oxirigacha masalan, yetishsa- aytaman, biror narsani 1 yil o'qib, tashlab boshqa narsani o'qisangiz, bu degani 1 yil vaqt yo'qotmaysiz, 2 yil vaqt yo'qotasiz degani. Chunki o'sha boshqa sohani o'qisangiz 1 yil siz oldinroqdan o'tgan bo'lasizda. Shuning uchun o'zingizga qiziqqan sohani o'qish kerak. Bu yoshlarimizga yana bir maslahat bo'ldi, ya'ni qiziqqan sohasini tanlash. Ota-onalarga ham maslahat, chunki ko'p ota-onalar hozir ko'pchilikni ko'radi, yoshlarni misol ayrim yoshlar, ayrim tengdoshlar, farzandlarining tengdoshlari IT ni o'rganishyapti, ayrimlari ingliz tilini o'rganishyapti va ularda savol tuyuladi, ya'ni nima uchun meni farzandim o'rganmaydi deb va majburan farzandlarini ingliz tiliga yoki shunaqa IT do'konlarga beradi. Lekin bilishmaydiki, farzandining boshqa narsadan misol talanti bo'lishi mumkin, iste'dodi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ota-onalarga maslahatimiz asosan gaplashib, farzandining o'zi bilan maslahat qilib, qiziqqan sohasiga, sport bo'lsa sport sohasidan, har xil qiziqqan sohalariga berishni maslahat beramiz. Sizga kattakon rahmat e'tibor uchun kelganingiz uchun. Podkastimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi podkastlarimizda siz bilan yana ko'rishish nasib qilsin inshaalloh.